لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وأنزل القرآن مبينا وتبيانا لكل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن العزيز: وإن لك لأجرا غير ممنون. حقيقة sen Muhammed aleyhissalatu vesselam Muhammed aleyhisselam üçün elbette üzülmeydiğen katta ecri var. Kalem suresi 3. ayet. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tavşırgan İslam elçilikini cahil yetkizip üstündeki elçilik vazifesini layaqıda ada qılğanlıq üçün her qandaq bir kelgen aziyetlerge ve müşrik kafirlarının her türlük buhtan ve her türlük yalgan iftiralarga sabr qılıp Allah rızalık üçün ümmetini ahirette dövzah azabıdın bu dünyada her türlük küfrünün, şirkinin, dinsizlikinin zulmetlerden kurtulduruş için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün barlık iktidarını ve barlık vaktini ve her bir kurbanlıkını Allah rızalık için bergenli ki Allah aldıda bergen kurbanlığı makbul boğanlık için Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e menguluk üzülmeydiğen ahiretteki nimet veren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vaadi kıldı. Demek Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tayarlagan nimeti devamlılık burdu. İnsan özünün ki cismani kurulmasının sağlam buluşunu, hayatının salamet, tiniç ötüşünü ve yukarı derecede turmuşta buluşunu, ailesiyle özünün ki devamlılık turmuşu hatırcam yukarı seviyedeki turmuş buluşunu, özünün ornu ve kirimi devamlılık en yaxşı o kanaatlerlik derecede onun turmuşuna yetip aşıdığan bay buluşunu yaxşı gördü. Lakin insan şu derecede turmuşka şundak yaxşı turmuşka ega bolğan taqdirdimi onun sağlamlığı davamlıq muqim turmaydı. Onun turmuşu davamlıq bir ritimde yaxşı bolmaydı. Onun hayatı davamlıq onunla baqi muqim turadigan hayat bolmaydı. Onun turmuşuga kesel kelidi. Onun hayatıga ölüm kelidi. Onun ailesiga bazı her türlü qiyinchilik ve baxtsizliklar kelidi. Bulupmu bu dünyada üzülmeydiğen baxit, üzülmeydiğen davamlıq keladigan bir nimet bolmaydı. Şunun için her qandaq birsimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dek ahirette mengu üzülmeydiğen Allah'ın nimetiga erişidigan Allah rızalığına Allah'ın ki menguluk nimetiga erişke sebep buladigan yaxşı yol ve yaxşı amellerini qanchalik tanlaganligimizga qarab baxishimiz lazım. Mesela bizningki dünyadaki hayatımızda qanchalik uzun ömür küreyli yoki qisqa ömür küreyli bu bek muhim emas. En muhimi bizning mushu hayotimizni qadrlab Allah subhanahu ve taala vel asr suresida zaman bilan qasam qilgan. Asrning ma'nosi meyveni siqib ilingan şerbetini asr deydi. Hayotidan yaxshi foydalarni olib,
hayotini bühülü ishlarga sarf qilmagan, natijelik ishlarni yaratgan mana shundoq odam bo'lib, Muhammad alayhisalom va Muhammad alayhisalomningki solih izbosarlari bo'lgan solih kishilarga o'xshash o'zining ilmi bilan, o'zining hayoti bilan, o'ziningki barliq iqtisodi bilan, o'zining tajriba iqtidorlari bilan kelgusi ummatda Allah rizoligi uchun oxiratda asqatqudak yaxshi izlarni qoldira olgan bo'lsak, mana bu bizning hayotimizning eng yaxshilik natija va yaxshilik ajrlarni paydo qila olganligi va biz ömrümüzden erişken en çok baxt ve en çok boylik. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivayet kılan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mıdak degan: "İza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin cariyetin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u leh." Bu hadisni her birisimiz köpünçe anlayan hadis bolsumu, biz bu hadisni eğer imkan bolsa özümüzün kalbiga, hayatımızga, cemiyetimizge, devletlerge bunu teşvik kılıp, amel kılıp sığdırış ile birge her bir maarif, ilim, medeniyet organlarından tatip her sahaga naqshlab yezib hem amel kılıp kökstüp hem terbiye kılıp ameliyatga chiqarishga tegishlik hozirgi dunyoda her bir musulmonga ve her bir insoniyatga lozim bo'lgan eng muhim hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyki, qachon inson dunyodan kessa, chunki har qandaq bir inson Allah onun hayotini her türlü sebepler bilan dunyodan o'tkazdi. O vafot bo'lib o'lsa, onun her qandaq ameli to'xtab qoladi. Shu o'lgan hamallam yaxshilik, yomonlik yozilgan daftarlarining hammasi shart to'xtaydi. Uning barliq ishi shart tugaydi. Lekin 3 yaxshi ish uning keynidan davomli berib turdi. Birisi sadaqatin jariya. Davomli minib turdigan, davomli taraqqiy qilib turdigan, avloddan avlod qoladigan sadaqa. Masalan, davomli avloddan avlodga minib turdigan sadaqalardan eng muhimi biz biladiğini masjid, kitob, yanala yaxshi musulmon avlodlarni tarbiyalash, İslam ahlakıga uygun bulduğun cemiyetlerini kurup çıkış ve bu hadisinin manisi nait keng dardı bulup Müslümanlara siyasi cihetten edip etkan çağda İslam rehberlikide İslam fikirleri, İslam davetleri, İslam hizmetlerini aşkarı kılaydıgan bir İslam cemiyeti, İslam devleti, İslam dünyası berpa kılış. Ve şundakla kelgüsü avlodga yaxshi foyda qoldira oladigan har turli texniklik o'z xalqini, jamiyatini, islom kuchini, islom erkinligini qo'llab qoladigan, kuch-quvvatga ishlatadigan barliq fan texniklik, harbiy qurol-yarog'lar va harbiy texnikalar va shundaqla musulmonlarning dunyo va oxiratlik manfaatiga foydali bo'lgan har qanday bir taraqqiyotga sabab bo'ladigan barliq fan texniklik taraqqiyotlar. Ailede, aşkında, tamaklarını tizilişki sebep bulduğun, öyde kitaplarını, bilimlerini tizilişki sebep bulduğun, her kadar uçur alakalarını tizilişki sebep bulduğun, meyli katnaş, meyli alaka vasıtları, her kadar bir sağlamlık vasıtını ibaret bulduğun, insaniyetki paydet güzüp, avlat kaldırduğun, barlık penterakkat vasıtırığı mensup bulduğun, ilimler mi? Sadaka cariye işine kirip gidiyor. Demek, mana shunda sadaqa jariya o inson putini uzun sunib yotgan vaqtida kendin boradigan Allah tarafiga o adam bu dunyoni tashlab ketgandan keyin u o'ylamagan yerdan,
onun keyindan davomliq yetib turadigan yaxshi bo'lgan amal va davomliq hasrat uningga oxiratda martabasi, oxiratda o'rni, savobi yuqori bo'lishga sabab bo'ladigan hasrat, savob qatqish bo'lgan bir energiya o'rni. Yana birisi onunğa o paylangan o'ziga foyda yetkazgan ham jamiyatga foyda yetkazgan ilm. Avvalan Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tushirgan islom dini va uning ta'limotlariga mansub bo'lgan Qur'on, hadis bilimlari va shuningga erishib barliq islom tarixi, islom fiqhlari, islom siyoset bilimleri, davet bilimleri, terbiye bilimleri, islom dinning ta'limoti bo'lgan Qur'on hadisni o'rganishga vosita bo'ladigan barliq palla va barliq dini bilimlarning hammasi mushu paylanadigan ilmga kirib keldi. Ikkinchisi paylanadigan ilm qatoriga har qanday bir musulmonlarga, islom diniga, dunyo insonlariga foyda yetkazadigan har qanday fan tariqat, tajriba, ixtisos ilmlaridan har qandayı mushu ilmlarning hammasini o'rgangan odam mushu ilmlar orqali o'zining qo'l ostlariga Alloh rizoligi uchun o'g'itib qo'ygan bo'lsa, uni kitob material qilib Alloh rizoligi uchun qo'yib ketgan bo'lsa, shundan foydalanib musulmonlarga, insoniyatga xizmat qilgan, mayli u diniy xizmat bo'lsin yoki dinga yordamlashadigan har qanday bir yaxshi fanniy iqtidordan foydalanib qilgan xizmatlar bo'lsin, mushuning hammasi qiyomat kunisi shu odam uzun sunib yotganda keyindan birdigan yaxshi asar bo'ladi. Bulupmu biz Uyg'ur musulmonlarimizda mayli diniy bilimlar bo'lsa, kitob yozib, materiallarni yoki hozirgi zamonda ovozimiz orqali televizor, internetlarda qiyomat kishi qilish ehtimoli bo'lgan shunday suratlik yoki suratsiz da'vat nasihatlarni ilib tarqatishga ahamiyat bermaydigan, iz qoldirmaydigan, her türlü hünerben kasip ya pentexnik kişilerimiz ailemizden hiç kessi olmaydı. Benim dairemden başkalar bilip kasip olmaydı. Dep ya ki her türlü özünü aldaydıgan, özününki bazı arzu xiyalları qarab, özdeki meyli penli iqtidar bolsun, meyli kesbi iqtidar bolsun, ya ki her türlü qoralirak ve harbiy kuvvetki dairlik, texniklik bilimler olsun, etraftaki musulmonlarga keng tarqatishga, ügütüp qo'yishga ahamiyat bermaydigan. Qiyomat kunisi men yetib, putumni sunib, Allohning oldiga savob qila muhtoj bo'lib turgan chig'imda, mush savoblar menga kelsin deb menda o'zininki kelgusi uchun ishlab qo'ymaydigan ahvol bak ko'p. Eng muhimi biz o'zimizninki samimiyatini, o'zimizning ixlos mallikini dunyodan oxiratni yuqori bilishdan iborat bo'lgan haqiqiy oxiratga bo'lgan sap to'g'ri bo'lgan ishonchimizni oshirishimiz kerak. Chunki biz Alloh subhanahu va taolo bizga topshirgan barliq iqtidor va barliq Alloh taoloning bizga bergan ne'matlarida biz hayotlik fursatimizda yaxshi izlar va qiyomat kunisi bizga asqitadigan sadaqa jariya bo'ladigan biz Alloh taolo oldida qiyomat kunisi Alloh taoloning hisobiga yo'liqqan vaqtimizda biz qoldirib ketgan shu yaxshi izlar bizning yaxshilik daftarlarimizni ko'paytirilgan, hasrat oshirilgan, bankida qo'yilganga o'xshash yaxshilik ajrimizning ishiga sabab bo'lishi lozim. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah was-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Allah subhanahu va taolo rizolik uchun ilgirlab mang'ishlar. Allah subhanahu va taolo rizolik uchun musobiqalashib mang'ishlar. Ana ashular ne'matlik jannatlarda Allah subhanahu va taologa, Allah subhanahu va taoloning rahmatiga yaqin bo'lishga erishadi dedi.
Sura Vaqa 10-12 oyat. Shuning uchun biz har qanday bir mu'min qarindosh, har qanday bir musulmon g'aflat uyqusidan uyg'onishimiz, bu dunyoning keynidan keladigan mangulik, yuqori martabalik Allah subhanahu wa ta'alaning katta ne'matiga erishish, Allah oldida Allahga yaqin o'ringa, Allahning rahmatiga erishadigan o'ringa erishadigan ana shundoq yaxshi ishlardan bo'lishga har birsimiz tirishchanlik qilishimiz kerak. Ham shundoqla biz o'zimizningki ko'z qarashlarimizni, nachar fikrlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim degan. Allah subhanahu wa ta'ala bir qavmda ba nachar qilmish, nachar iddia, nachar axloq, nachar xislatlarni, nachar yomon xo'ylarni ular o'zi o'zgartmayishlik Allah subhanahu wa ta'ala o'zgartib qo'ymaydi degan. Chunki Allah Taala bizga bergan har bir ixtiyor, har bir xo'y, har bir bizdagi talant, mayli o yaxshi bo'lsin, har birisi yoki o bizdagi talant yaxshilikqa sababchi bo'ladigan har qanday bir fanni ixtiyor bo'lsin yoki har qanday bir Allah subhanahu wa ta'ala o'z fazli bilan bizning qalblarimizni ichibatgan iymon, ilm, islom, bilim hikmatlari bo'lsin. Mushuning hammasida biz Allah subhanahu wa ta'ala rizolik uchun kelgisi avlodga iz qoldiradigan, avangard yaxshilikqa tirishadigan haqiqiy ixlosman musulmonlardan bo'lishga tirishib, biz o'zimizda bor iqtidorlarni, o'zimizda bor ilmiy quvvatni, o'zimizda bor kasbiy quvvatni, o'zimizda bor fan texnikalarni qashimizdagi, atrofimizdagi musulmon xalqqa, musulmon qarindoshlarga Allah rizolik uchun samimiy niyat bilan qiyomat kunisining keynimdan boradigan mangulik jannatga sabab bo'ladigan yaxshi ajr bo'lishga mushu o'gitib qo'ygan har bir bilimlarim, har bir yo'l qo'yib bergan yaxshi ishim, har bir ularga men samimiyat bilan ularni tarbiyalab qo'ygan yaxshi bo'lgan hunar va har bir ularga men yaxshilik niyatda samimiyat bilan ularga qoldirgan har bir hunar qiyomat kunisi shular bu hunar va kasb va iqtidor va ilm egalligichilar egallagan shu iqtidorlar bilan yaxshilikqa ishlasa menga qiyomat kunisi ajr bo'ladi degan shu samimiyat bilan biz yaxshilikni kelgusi avlodlarimizga iz qoldirish uchun atrofimizdaga yaxshi sadaqa joriyalarni, yaxshi bo'lgan har qanday bir iqtidorimizni iz qoldirishga samimiyatimiz bilan ahamiyat berishga o'zgarsak, andin dunyo va oxiratningki baxt soatiga erishamiz. Bulutmu biz hayotlikda eng qimmat va eng yuqori bilishga tegish ishlarning birisi vaqtimiz. Vaqt eng insonningki yuttirib qo'ygan yoki pushaymon qilgan, to'liq qilinmagan har qanday bir yaxshi planlarini vujudga chiqarishga insonga fursat beradigan eng qimmatli boyliq. Masalan, vaqtda boshqalarga ilm o'rgatib qo'ya olsa, hunar o'rgatib qo'ya olsa, samimiyat bilan yaxshi iz qoldirish uchun har qanday bir o'zingda bor iqtidorni atrofingdagilarga sendan iqtidor talab qilayotganlarga qiyomat kunisi ajrini talab qilib, sen ularga iqtidor bilan yaxshi ta'lim beralaysan. Vaqt bo'lsa namozga tixmi qattiq ahamiyat beralaysa va namozni yaxshi o'qiy olmagan insonlarga yaxshi iz qoldirish uchun Allohga soliq, Allah subhanahu wa ta'alaga xolis
ibodat qilishni o'tib qo'yalaysa, o'zingmi yaxshi namoz o'qilaysa, vaqtda Qur'on tilovat qilaysa, vaqtda ilm o'rgangili bo'ladi, vaqtda yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sqili bo'ladi, vaqtda bolalarimizni tarbiyalash, kishilarni to'g'ri boshlash va halol kasb qilib, yaxshi avlod tarbiyalash, yaxshi oila qurib chiqish va baxtlik Allah'ni razı qiladigan yaxshi go'zal jamiyatlarni, go'zal islom davlatini, erkin bo'lgan islom jamiyatini barpo qilish uchun hasqatishmi? Mushuning hammasi vaqt ishida bo'ladi. Shunga har bir musulmon qarindoshimiz o'zining shaxsiy manfaatidan oshirib musulmonlar jamiyatiga, musulmonlarning erkin azodligiga, islom dinining dunyovilishiga, islom dinining jamiyat davlatlashishiga, islom dinining ustun bo'lishiga, kufri va uning razil qilmishlarininki yo'qilishiga, xor bo'lishiga men millat xarakterlik, jamoat xarakterlik, xalq xarakterlik, oila xarakterlik o'zimning shaxsiyatini oshirgan holatda o'z qoldirgudek qiyomat kunisi keynimdan men qilgan iz bilan boshqalar minib ya boshqalar shu qilgan iz bilan yaxshi ishlarni qilib Alloh oldida savob topgudek yaxshi ishlarni qildimmi deb o'zimizga so'roq qilishimiz kerak. Chunki mush yaxshi ishlarni qiladigan ishmi vaqt ichida bo'ladi. Demak, inson erishgan dasmoyining eng asosi, eng javhiri yanala vaqt. Shunga vaqtimizga ahamiyat berishga amroq bo'layli. Biz Alloh oldidagi mas'uliyatimizga, musulmon xalq oldida ular qoldiradigan yaxshi ishlarda, oxiratda Alloh rizoligi uchun biz Allohninki oldida hisob daftarimizda hisobimiz butun bo'ladigan, ko'p bo'ladigan shundaq yaxshi ishlarga bizdan fursat kelishdan burun, bizdan fursat ketishdan burun aldiraydi. Biz ata ma yaxshi ishni boshqalarga o'rgatib olay. Ata ma diniy ta'limotni boshqalarga berib olay. Ma islom xizmatlarini xalq va islom millatininki hurlikdan qutulishga yordam beradigan jamiyat va erkin islom davlati barpo qilishga tirishchilik qiladigan xizmatlarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotining amalishi lozim bo'ladigan amaliy islom jamiyatining barpo bo'lishiga hasqatadigan har qanday yaxshi xizmatlarga men atamas bugun tirishay. Bugun mana shunday yaxshi xizmatlarni ilib boradigan har qanday jamiyat, tashkilot, xizmatchilarga men aralashib hasqatay deyishimiz kerak. Ham shundaqla biz Allah subhanahu va taoloning rizoligi uchun Allah bizga har bir bergan ne'matni Allah subhanahu va taolo yo'lida ishlatishga tirishchilik qilishimiz kerak. Masalan, biz Allah subhanahu va taolo bir insonga million, milliard pullarni beribdi. O iqtisodga ega bo'lgan mu'min inson Allah bergan shu iqtisod bilan masjiddan birini bina qilibdi. Cho'ng oliy jamiyadan birini bina qilibdi. Undan keyin Allohning izni bilan shu masjid bitgandan keyin, shu jamiya bitgandan keyin shu jamiyada juma xutbasi o'qilibdi. Shu masjidni sog'ichi Allah iqtisod bergan kishimi masjid ichida o'ltirib jamoat bilan birga Allah subhanahu va taologa qo'l ko'tarib duo qilibdi. Shu yerda bir kishilik musulmon, bir kishilik jamoat bo'lib namoz o'qib, musulmon jamoatining masjidlarga to'p-to'p kirganini qarab, ko'zidan Alloh taolo bergan mushundaq yaxshi ishqa xursandlik bildirganlikdan ko'z ishi qilib, Allohga hamdisini aytib, xo'shallik bildiribdi. Mana mushundaq yaxshi ish, yaxshi iz mana mush kishidan bo'libdi. Mush kishi nima uchun mush xo'shal bo'ladi? Chunki bu qoldirgan masjidda qiyomatgacha namoz o'qigan har bir namoz o'quvchining o'qigan namozining savobi mush kishiga
bo'lib turdi. Ham shundaqla Allah ularga ilm beribdi. İlmisi orqali oliy universitetlarni, islom maktablarini, fanniy bilimlari bo'lsa, fanniy tadqiqot markazlarini, agar ixtisos, mutaxassislik bilimlari bo'lsa, halol narsalarni ishlab chiqaradigan, har xil halol mahsulotlar ishlanadigan zavodlarni quribdi. Undan keyin shu zavodlardan bir turlik tapqan paylarının bir bölükünü yetim əsirlərini bəxiş mərkəzini qurubdu. Allah subhanahu wa ta'ala bəgən ixtisatlar arqılıq hər qandaq bir ticarət, hər qandaq bir ixtisatqa ega bo'lgan musulman hər türlük ictimai İslam cəmiyyətinin tərəqqiyatıga lazım bo'ladigan ictimai kapolatlarni, masalan, tul yetim, tul ayollar ve her türlü yetim kalgan balalar ularınki turmuşu kepil boş cemiyetlerini kuruptu. Ramazan, ibadet, Kur'an tilavet, Qari Kur'an ve her türlü din efendi okuyuşlarınki okuş pulu, okuş turmuşuga igi buluş cemiyetlerini kuruptu ve şununla yardım beripti. Şuningdek her türlü Müslümanlar cemiyetinin gülünüşüge has qatadigan vaqfi organlarini, vaqfi o'rinlarini, vaqfi jamiyatlarini iz qoldirib qo'yib ketibdi. Mana shuning hammasi Allah subhanahu va taolo uningga bergan hayotlikdan yaxshi foydalangan, Allah subhanahu va taoloni haqiqiy turgan, Allah subhanahu va taologa haqiqiy Allah bergan ne'matni Allah yolunda iş bilen şu etkan buldu. Lakin Allah bazı baylarga, bazı ilimliklerge, bazı her türlü cemiyetteki iqtidarlıklarga Allah her türlü iqtidarlarını bergen. Baylarga iqtisat bergen, bazı ilimliklerge dini ilim bergen, bazı iqtidarlık kişilerge fanni ilim bergen. Lakin Allah bularga bergen muşi iqtidardan joyida foydalanmay, milyon yoki unudun mu ko'p iqtisodi bor, Allah iqtisod bergan yoki az bo'lsa-mu Allah uning bergan iqtisod bilan o'zininki iqtidori bilan boshqalarga xizmat qilish, boshqalarga yaxshilik o'rgatib qo'ydigan, ya diniy bilimlar orqali diniy bilim o'rgatib qo'ydigan, ya fanniy bilimlar orqali fanniy bilim iqtidor o'rgatib musulmon xalqininki dunyolik va oxiratlik baxtlik bo'lishga, zulm va tajovuzdan qutulishga, ya zulm va tajovuzdan mudofaa kirishiga yoki kuchunib xalqaro va jamiyat va o'zininki davlati va dunyoda yaxshi bo'lgan, kuchli bo'lgan islom obrazini, kuchli bo'lgan bir kuchli islom jamiyatini barpo qilishga sabab bo'lgan mana shunday bir izlarni qoldirishga sebep bo'lmay, balki milyon pul yatırıp, eğer bir qıtım onunla Allah subhanahu wa ta'aladan şundaqlam tuyuqsuz yürek kisile yoki havodisat bilan bir ölüm kelse, köpligen ilmi yatırıp tuyuqsuz bir havodisat bilan yoki tuyuqsuz bir balay afat bilan onunla ölüm kelse, bir fanniy iqtidori var, kasbiy iqtidori var, hunar iqtidori var. Onunla tuyuqsuz mayli işi turgan yeri bo'lsin yoki islom jihadini ilib borayotgan jihad maydonida bo'lsin, tuyuqsuz onunla ölüm ya şehidlik etibdi, ammo shu uningda bor iqtidorlarni kelgusi izlarga qoldirmay ketibdi. Mana bu nihoyat echinishli ahvol qiynashimiz. Bo'lapmi? Allah bergan ilm, Allah bergen baylık, Allah bergen iqtidarlarda qat'i Allah'ın hakkını ada qilib unumay, özünü g'aflat uyqusida ketkizgan, bir minutda dunyodan yo'q bo'lib, Allah bergen nurg'un iqtisod, nurg'un baylık, nurg'un iqtidor, nurg'un ilm faqat shu bir minutda u kishining dunyodan ketishini Alloh ketib qolgan, faqat yaxshi izlarni Allah rızalıq üçün
qoldirolmagan. Mana shundaq bir baxtsizlik bo'lsa, bu eng cho'ng baxtsizlik qilishimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni mana shundaq baxtsizlardan bo'lib qolmasligimiz uchun Qur'oni Karimda alohida ogohlantirib qo'ydiki, astag'firullah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillahi va man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Iman etgan mu'minlar, sizlarning mollaringlar va ballaringlar Allohni zikr qilishdan, Allah subhanahu va taoloni aslashdan, Allohning zikri Qur'on va uni o'qish va uningga amal qilishdan, Allohning zikri, ya'ni Allah subhanahu va taoloni tilinglar orqali ko'p zikr qilish, shu zikr qilgan har bir tilinglar bilan Allohni aslab turib ko'p zikr qilishdan, yana bir ma'nosi Alloh buyurgan, Allohni zikr qilganlikdan, Alloh buyurgan yaxshi amallarni qilishdan sizlarni kashir qilmasin. Ana shundaq hisobi ballari Allohni zikr qilib, Allohning haqqini, maldagi haqqini, o'zdagi haqqini, ballardagi haqqini ado qilishdan yuz o'rtgan ana shundaq kishilar shular ziyon topganlar. Yine Allah diyor ki وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Biz sizlarga rizq qilib bergan rizqdan, sizlarning biringlarga o'lim kelishdan burun Allah yo'lida chiqim qilinglar. Allah subhanahu va taolo aytadiki, rizq faqat Allohning. Her qandaq bir adamda berilgan maddi rizq iqtisod bo'lsin, ma'naviy rizq ilm bo'lsin, to'g'ri fikri bo'lsin, hunar va kasb bo'lsin, buning hammasi Alloh taolo ularga bergan rizq. Bu Alloh ularga berganlikdan ularda o berilgan rizq ahamiyatini ko'rsatgan. Shunga Alloh bir insonga aql bermasa, qul bermasa, ko'z quloq bermasa, ana shundaq Alloh bergan rizqqa erishkidak hayotlikni bermasa, hech qandaq bir odam hayotlikda hech nimaga yo'l olmaydi. Shunga inson erishgan har bir narsa aslida Allohning. Sizlarning biringlarga o'lim kelishdan burun Alloh subhanahu va taolo bergan rizqdan Alloh yo'lida chiqim qilinglar. O biringlar deydiki, Rabbi lawla akhartani, ey Parvardigorim, ey ulug' Alloh, meni kechiktirgan bo'lsang, yaqin qarorgacha ozgina vaqt meni kechiktirgan bo'lsang, men sadiq qilalatdim va solihlardan bo'lalatdim, Alloh yo'lida chiqim qilalatdim, yaxshi kishilar qatoriga o'tatdim deydi. Alloh taolo bundaq o'zini g'aflatda qoldirgan insonga javob berib deydiki, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Hergizmi Allah bir canның ölüm kararını kiştirmeydi, o canğa ölüm kararı kelgen vaqtida. Allah subhanahu wa ta'ala sizlar qilayotgan ishdan hammasidan xabardor bo'lguchi deb Allah subhanahu wa ta'ala unda g'aflatda qolgan insonga javob berdiki, siz ve her qandaq bir insan özü aytanmıgıdak ömrünü men sizga berdim. Mush ömrde siz özünüzün ki Allah sizga bergan her bir rizqni, Allah sizga bergan mayli maddi, mayli ma'naviy rizqni Allah yo'lida chiqim qilmay o'tkazayotganingiz o'zingizning sho'ri andisga fursat berilmaydi deb Allah subhanahu wa ta'ala bundaq g'aflatda qolgan insonninki tiligini qabul qilmaydi-ki, o inson Allah subhanahu wa ta'ala oldiga mana shundaq hasrat bilan ketadi. Shuning uchun har qandaq bir mu'min musulmon qarindoshlarimiz o'zimizninki hushyorligini mana shundaq g'aflat qilishdan burun topib olaylik. Allah subhanahu wa ta'ala yuqorqi oyatlarni munofiqun
surasininki 9-oyatidan 11-oyatigacha so'zlagan. Allah subhanahu va taolo har birimizni Allah subhanahu va taoloning oldidagi mangulik ajriga erishish uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek Allah rizolik uchun oxiratdagi mangulik erishadigan ne'matni bu dunyoninki vaqtlik har qanday bir manfaatidan katta bilib oxiratlik Allah rizolik uchun vaqtini, hayotini, barliqini qurbon qilib yaxshi iz, yaxshi jamiyat, yaxshi erkin davlat, yaxshi haqiqiy qiyomat kishi izbisar bo'ladigan, qiyomat kishi ulgu bo'ladigan islom jamiyati va solih iqtidorli musulmonlar jamiyatini, musulmonlar guruhini dunyoga iz qoldirib ketgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamninki qilgan barliq yaxshi amallarni hammamiz izini besib qilg'ilimiz bo'lsin. Har birimizni Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek ilmi bilan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek sahobalarga o'rgatgan har bir yaxshi go'zal axloq bilan va Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek o'z xalqining, ummatining kufridan iymonga chiqarish uchun barliq aziyat jafoga chidab xalqi va ummatiga haqni o'rgatishga tirishchanlik qilgan ana shundoq go'zal obrazini har birimiz o'zimizga mujassamligini va yaxshi islom izlarini qoldirg'imiz bo'lsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain.